Hozir men narkotik pulli rejimda yoqib ko'ramiz mana ketdim. To'xtatgandan keyin bu chiqib turadi mana. Plavnik qalin sepib beryapti. Ishlab ketmasligi uchun keling mana bu joyga olib qo'yamiz. O'tkir hid bo'ladi. Buni yumshog'i bor. Mendan ham kelib tursin. Bu mana pauzani bosdik. Men ikkilanyapman olishga. Sizda qandaydir imtiyoz bormi? Men tavakkal qilyapman. Buni o'zi qoplaydimi bu o'zi 2400 dollarga olayotganimdan keyin kuniga qancha savdo bo'ladi, biroda? Qanaqa bo'ladi? Qanaqa imkoniyat qilib bera olasizmi? Bo'l. Assalomu alaykum, Abror Elchi biznes akkaunt kuzatuvchilari. Xudo xohlasa sizlarga 2026-yilda ham trend bo'ladigan mana shu Suxoy tuman apparatini obzorini qilib beramiz. Hozir Jamshid akam oldiga kelganman. Assalomu alaykum. Charchayapsiz, xush kelibsiz. Turgan joyimiz qayerda? Biz Toshkent shahar Indeksdamiz. Indeks bozor. Bozori. Hamma bilayotgan o'sha eng katta rivojlanish kutilayotgan bozor Indeks. Bu nima aka? Bu Suxoy tuman apparati. Biz shu katta Suxoy tuman deymiz, chunki bunda balon qoraytiradigan funksiyamiz bor. Buni balon qoraytirmaydigan funksiyamiz ham bor. Mana shu kichkina formatda bo'ladi. Agar sizlar xohlasanglar, buni balonni qoraytirmaydigan funksiyasi kichkinasi bor ekan. Bu narxi biroz arzonroq chiqadi, lekin menga haligi komfort hamma narsani qilsa bo'ladigan 6 ta hidi bor. 6 ta hidi bor apparat deysizmi? Balon qoraytiradigani bor. Endi viz funksiya ham misol uchun bu yerda shu adminga SMS boradi. Mana shu apparatura bo'yicha yordam kerak deb texnik muammo yechib ketadi misol uchun. Buni sistemasi qanday bo'ladi? Xo'p, bu sim kartada ishlaydi. Hozir mana sim karta qo'ymaguncha antena chiqmaydi. Bu yashil bo'lib antena chiqardi. Klikda to'liq. Buni Xitoydan olib kelib shunaqa qilyapsizlar. Yo'q, o'zimiz ishlab chiqazamiz. Rostdan. Shunday, ha. Qaranglar, O'zbekistonda mana shu narsalarni, apparatlarni hammalarini akamiz o'z qo'llari bilan ishlab chiqarishayotgan ekan. Buni laboratoriyalarni ko'rib chiqdim. Sim kartani solib, xuddi telefon singari deb mana shu knopkani ezadigan bo'lsangiz, sizga xabar borar ekan. Bundan tashqari ham qanaqa qulayliklar bor? Xo'p, bunda o'sha klik qurilmasi platani ichida, ya'ni onlayn to'lov qilsa bo'ladi. Klik payme, ha, shunaqa to'lovlari bor. Bunda hamma ma'lumotlar chiqib turadi. Bu yerga bizga bog'lanish uchun telefonda buni har bitta apparat necha pul topayotganini ko'rib tursa bo'ladi. Onlayn tarzda. Onlayn tarzda. Ichga kelmasdan. Sizdan 20 ta sotib oldim. Shunday. O'zimiz shahrimga, Andijonga 20 ta tochkadagi mo'ykalarga joylashtirdim. Shunday. Necha pul daromad qilayotganini 10 telefondan ko'rib tursam bo'ladi. Hammasini telefonda ko'rib turasiz. Qaranglar, sitvoy marketing qilib, ya'ni har bir liniyani ulaganinglarda qancha daromad qilishinglarni iloji bor ekan bilib turishdi. Aka, bitta hidini sepib ko'rasizmi? Bo'ladi. Hozir mana web rejimni yoqib qo'yganmiz, pauzada turibdi. Web rejimi uchun ikkita kartamiz bor. Bitta anaqa oq, bitta qora kartamiz bor. Bu oq kartamizni tekkizganda bepulga hamma funksiya bepulga ishlaydi. Butun umr mana shu karta bilan, ya'ni bu biznesda egasi ishlatsa bo'lar ekan, kartani urib bepul o'zingiz mashinangizga, yaqinlaringiz mashinasiga Suxoy tuman apparatidan foydalansangiz bo'ladi. Shu narkotik degan shu hidi bor. Atir bor, bundan müşterilar bor, hamma o'g'il bolalar sepgan, shundanmi? Ha, shunga hidi o'xshaydi, o'sha uchun narkotik qo'yilgan. Ha, shunaqa. Foydalaning shundan. Endi hozir sizlarga tutunni bu yoqqa qilib ko'rsata olmaymiz. Nimani hisobiga zdaniyada haligi nima 01 mi? O'sha yong'in xavfsizlik pojarniy signalizatsiyasi bor, ishlab ketadi. Shu uchun bitta tekshirishga ko'rsatsak bo'ladi. Mana hozir 110 ming so'mlik qo'yganmiz. Endi hozir sekunda misol uchun 1000 so'm nastroyka qilingan. O'zingiz mahalliy aholida qancha narx bo'lsa, shuncha narx o'zgartiraverasiz. Bular hammasi telefonda o'zgartiriladi. Tushundim. Demak, 1 soat mashinada tutatib turishda ham 1000 so'm qo'yishingiz mumkin. Yoki-da o'zingizni haligi sentrda qimmatroq bo'ladi. Rayonlarda arzonroq bo'ladi. Shuni hisobini olib, to'g'irlasangiz bo'lar ekan sistema orqali. Shunday. Hozir men narkotik pulli rejimda yoqib ko'ramiz mana ketdim. Chiqishiga ozgina vaqt kerak va to'xtatgandan keyin bu chiqib turadi mana. Plavnik qalin sepib beryapti. Ishlab ketmasligi uchun keling mana bu joyga olib qo'yamiz. Mana shu o'tkir ekan aka. Ha, bu o'tkir hid bo'ladi. Buni yumshog'i bor. Mendan ham kelib tursin. Ha. Mana hozir yoqib qo'yibmiz. Pauzani bossak bo'ladi. Videoda ko'rishingiz mumkin. Mana pauzani bosdik. Pul pauzaga tushdi. Endi bu yerda ko'rib tursangiz bo'ladi. Pauzadan keyin ham qanchadir vaqt orqada o'zini ventilyatsiyasi bor. O'sha ventilyatsiya shirangni hamma hidi sizga chiqazib yuboradi. Bitta mashinaga stabilni hisoblaganda 5000 so'mlik Suxoy tuman yetadi. Ha, buni endi nastroykaga bog'liq aytganimda. Qancha necha pul qilib qo'ygan bo'lsangiz, endi misol bizada Toshkent shahrida hozir 50% skidkada turibdi. Ya'ni bitta summangiz примерно 700 so'm 1 sekundda, 5000 so'mga misol 10-15 sekund chiqazadi. 10-15 sekundda mashinangiz to'ldirib tashlaydi. Haligi sizga olganda mashina chipinib ketadi. Bundan tashqari kofe to'kinsa ham qancha ko'tarib qoladi. Suv tegsa signalizatsiya bo'lib qoladi. Foydalanadigan bo'lsanglar, menimcha bir maqsadga muvofiq bo'ladigan bittaman. Hozir asosan misol taksist akalarimiz juda ko'p foydalanyapti, chunki mana biznesda ham yoki ekonomda yurganda mana har xil odam chiqadi, mashinaga har xil urilib qolishi mumkin. Biznesda bo'lsa mashina har doim priятный bo'lib turishi kerak. O'sha uchun ikkita tarifdagi akalarimiz juda ko'p foydalanishyapti bundan. Hozir mana keling, qolgan summani, endi bu pauza vaqti 5 minutlik pauzasi bor. Chunki turgan pul pasayam turavermaydi-ku. O'shani biz 5 minut ichida yechib olish mumkin degan ma'noda 5 minut qo'yilgan. Mana 88 ming pul qolgan. Keling buni olamiz, pulni qaytarib mana. Bitta tekkizamiz, pulni qaytarib oldik.
Bunun ichida bu 88 ming pul qoldi. Mana o'rtog'ingizga bersangiz, keyingi safar kelib yana ishlab ketish mumkin. Endi aka qarang, bu narxda necha pul bu narx mahsulot? Hozir mana Suxoy tumanimiz. Bunga o'zi Suxoy tumanida garantiya yo'q, lekin biz mana boshqaruv pultini platalarni o'zimiz qilganimiz uchun platamizga mana ichini ham ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik mana bu siri boshqa qilgan deydi. Yo'q, bizda mana 6 ta qirga 6 xil motor va ichini yuvib turadi bitta suvga qo'yilgan jami 7 ta nasoschamiz bor. Boshqaruv pultini platamiz. Bu platamizga 1 yil garantiya beramiz ekrani bilan. 1 yil davomida misol uchun nimadir bo'lsa, biz buni almashtirib beramiz. Xo'p. Endi narx qizilda. Bo'ldi, xo'p. O'rtamiyoni hozir bunda 3,5 million, 4 million daromad qilish mumkin. Daromad qilish mumkin. Ya'ni yaxshi joyga qarab 10 milliongacha. Mana bitta farzandni tarbiyalab, bitta ish joyi olib kiradigan siz zavodga 4 million oylikka misol uchun meni ukam ishlaydi. Sizga bitta buni sotib olib turib bitta ish joyi qo'yib beradigan bo'lsangiz, bitta shu ukangizga yana bitta Hasan Husan bo'lib qo'shilar ekanda, qo'shimcha daromad olib ketar ekan xonadoningizga. Narxni eshitlarga to'g'risini ayting. Xo'p, bizda 2400, bunga nimalar kiradi? Mana bu 6 komplekt, bir komplekt hidi. Bu balon qiraytiradigan, mana shu Nazofnikidan hozir mana yaxshi ko'pchilik ishlatyapti. Xo'p, balon qiraytiradigan buni yaxshi nimasi, bu balonga rezinaga o'xshash qoplama bu bo'ladi. Ancha vaqt balon qop-qora turadi. O'sha uchun o'sha mana shu narx ichida. Va qo'shimcha zapchastlari bor, nasoschalari. Buziladigan eng bo'lib qolsa almashtirish imkoniyati bor. O'sha uchun hozir mana o'zimiz mana Toshkent shahrida set qilib qo'yganmiz. 1 yilga yaqin davomida ishlatyapmiz. Unaqa muammosi kam juda ham. Boshida to'g'rilash mumkin bo'lgan hamma narsani to'g'rilab, yaxshi nimaga olib kelganmiz. Buni masalan uchun nima uchun ekonom rejimda, bu nisbatan boshqalarga nisbatan aytamiz, o'zini platasi bor va tentga qo'yilgan, o'sha sensor qo'yilgan mana bu yerda. Bu sensor shu mana buni qizib yonib ketmasligini har doim oldin olib turadi. O'lchab turadi. Biz yetarli gradusga chiqqanda sirazi o'chiradi. Yana kamayganda yana kattartiradi ana shunaqa. Ya'ni bu tokka maksimal ekonom qilib, mana shu xavfsiz apparat xavfsizligiga javob beradi. Ya'ni apparat yonib nima qilib ketmaydi. Endi qarang, sizda shu narsa juda ham ko'p ekan mana. Men o'zim ko'rib turgan 20 ta turib tushadi. Shunday. Men ikkilanyapman olishga. Sizda qandaydir imtiyoz bormi? Men tavakkal qilyapman. Buni o'zi qoplaydim bu o'zi 2400 dollarga olayotganimdan keyin kuniga qancha savdo bo'ladi bir oyda, qanaqa bo'ladi? Qanaqa imkoniyat qilib bera olasiz menga? Bo'ldi, xo'p. Toshkent shahrida yashayman. Bo'ldi. Toshkent shahridagi akalarimiz uchun biza mana shu 20 ta, keling 20 taga son qilaylik. Chunki mana Ramazon oyida o'zi mana shunaqa aksiya qilishni o'ylab turdik. Siz sabab xudo xolsa e'lon qilamiz butun xalqimizga. Toshkent shahrida siz yaxshi joy, shu moykangiz bo'ladi, moyka siznikimi, sizniki emasmi? Gaplashib bironta yaxshiroq joy. Buni zapravkalar oldiga qo'yish mumkin, mashina servislarga qo'yish mumkin. Stalovoylarga qo'yish mumkin. Parkovkada turib hayotda ovqatlanib chiqish mumkin. Ketaverasizlar. Zo'r yengilligi bor. Hozir shu narsani aytadi. 1 oy davomida nima qilaman deb aytib o'ting. 1 oy davomida mana shu qo'yamiz. Sizni hech qanday pulingiz olmaymiz. Gaplashib qo'yamiz. Shu dogovor qilib 1 oy davomida sizga hamma pokazatellarni ko'rsatamiz. Foydani ko'rsatib beramiz. Qancha daromad qilyapti, qancha oborot qildi. Hammasini ko'rsatib beramiz. Sizdan o'zi qanaqa daromad kelyapti? Bitta so'tman apparatidan hamma narsani ko'rsatib berishadi. Sizga 1 oylik doxodni ko'rsatadi. Ya'ni aka 5 million bo'libdi. Aka 3 million bo'libdi. Aka 1 million bo'libdi. Hamma narsani ochiq oydin ko'rsatgandan keyin 1 oydan keyin siz buni sotib olishga endi davay uka mana 2400 bo'ldi o'zimda qolaversin desangiz olib ketar ekan. Yokida ana shu holatda 3 million 4 million oralig'ida bo'ladigan bo'lsa, yo biz olmaymiz desangiz, joiz ijaraga kelishib turib mana shu 20 ta o'zlari o'rnatib bergan. Chunki bularda O'zbekistonda 7000 tami qancha? O'zbekiston bo'yicha o'zi 7000 ta bor. Biz 3000 tasini podключение qilganmiz. 45% degani bu. 45% shunaqa sammoy keladi. So'ytma apparatlar o'rnatilgan joylarda 45% O'zbekiston hududida bu yoq sitvoy qilib turib, sistemalarni qilgan inson ekan. Menimcha bu ishda O'zbekistonda birinchi raqamli siz. Shunaqa bo'lsa kerak endi bu. Hammalari bilan gaplashishni siz ekansiz. Agar ko'pchilikga xizmat ko'rsatganmiz, shu ya'ni eng kamida mana shu klikda ulanadigan chipda qo'yib berganmiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu payme, mana klik, shunaqa onlayn tarzda to'lov qilishingizga hamma imkoniyatlar yaratilgan. Mana shu Promoy brendida bor ekan. Shunday. Promoy brendida. Sim karta, misol uchun bitta sim karta qo'yiladi. Sim karta qanaqa? Mana shu joyga qo'yiladi. Xo'p, magazinlarda, terminallarda terminal tarif bo'ladi. Yiliga 75 ming so'm to'laysiz. 1 yil davomida 300 megabayt misol uchun har oydan berib turadi. Buni telefon qilib ana shunaqa sim kartani qo'ysangiz, bo'ldi. Buni apparat o'ylamasangiz bo'ladi. Bitta foydasi sizga ham apparat qancha bo'ldi onlayn ko'rib turish imkoniyatini beradi. Yana bir foydasi sizda onlayn to'ladi. Onlayn shu klikdan anaqadan to'lovlar ham bu 25% gacha savdoni oshirgan. Ya'ni misol uchun bu degani har 4 ta odamdan bittasi kelib onlayn to'lashni xohlaydi, lekin sizda imkoniyat bo'lmaganda u yoki boshqaga boradi yoki boshqacha yo'li bilan to'lab ketadi. Do'stlar, savdoyingizni 0.1% ga bo'lsa ham ko'tarish hammamizning maqsadimiz. Har bir biznesda sizlarga bitta magnit
Ya'ni klientingiz ortishini koeffitsiyenti bilan hisoblaysiz bo'ladi. Shu bilan bitta qo'shiladi demoqchiman. Stalovoy bo'ladimi, moyka bo'ladimi, detailing, tuning servislar, o'zimda ham tuning servis bor, bilasizlar. Bitta qo'yinglar, yaxshi bo'ladi. Vodiy bo'ylab uстановка dastaf yaxshini ichida. Xo'p, buni O'zbekiston bo'ylab. moykamiz uстановкasi ichida, sam moykamiz. Bunda o'zi uстановка shart emas. Shunda Jo'natib to'rtta nima qilinadi? Sizga mana hozir mana o'zi yetkazib berishsa ham alohida bizada olib ketardi. Mana shu sizni obunalaringiz uchun butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Qaranglar, Andijondan Qoraqalpog'istongacha bo'lgan hududlarga $2400 ga yetkazib berish bilan Shunaqa. qilish beradigan. Siz sammoykani qildirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bular o'zlari borib o'lchab, dizayn taklif qilib berishar ekan. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Akam o'zi chiroyli qilib xizmatlarini qilib beradi. Bitta like bosib, biznes qilmoqchi bo'lgan yaqiningizga albatta jo'natib qo'ying.